Sumalakdan tosh izlagan bolaligim. Bilasizlarmi, hozir yana sumalak qilamiz deysizlar. Mayli, qilamiz. O'choq qaziymiz, qozon qo'yamiz, olov yoqamiz, tunni bedor o'tkazamiz. Lekin bir narsani aytinglar menga, shu qozon bilan o'sha yillarni ham qaynatib, qaytarib bera olasizlarmi? Men hali ham eslayman. Yer hidi, yangi qazilgan o'choq, olovning tirik tillari, tun bag'rida chaqnab turgan yulduzlar, qozon atrofidagi ovozlar, kulgular, bolalikning beg'ubor shovqini. Men esa bola edim, sumalak kovlardim, tosh izlardim, chunki ishonardim, tosh topsam orzoyim ushaladi deb ishonardim. Bolalik qanday ishonarli ekan-a, qanday oson ishonar ekan-a. Bir kuni Mohira ammam qo'llarida yong'oq bilan kelgan edilar. Qozonga tashlab kulib aytgan edilar, bu tagi olmasin uchun. O'shanda ilk bor tushungandim, mo'jiza degani ba'zan oddiylikning o'zi ekan xolos. Lekin endi men tushunaman, eng katta mo'jiza o'sha tunlarning, o'sha kunlarning o'zi ekan xolos. Dadam, qozon boshida tonggacha turganlaringiz, olov shulasi yuzingizga tushganda menga go'yo dunyo shu yerda to'xtab qolgandek tuyulardi. Rustam aka, esingizdami to ertalabgacha sumalak kovlaganlaringiz? Qo'lingiz charchasa ham kapkirni to'xtatmaganlaringiz, olov pasaysa yana yoqqanlaringiz. Biz esa sizlarga qarab tun ham charchamaydi deb o'ylardik o'shanda. Men o'shanda bilmagan ekanman, baxt shunday oddiy bo'lar ekan. Qozon qaynar, olov yonar, odamlar kular va yurak tinch bo'lar ekan. Endi aytadilar, yana sumalak qilamiz. Albatta qilamiz. Lekin aytinglarchi menga, shu sumalak bilan Mohira ammamni, dadamni bir nafasga bo'lsa ham qaytarib bera olasizlarmi? Dadamni, ammamni faqat bir marta ko'rish mumkinmi? Qozon qaynasa ham vaqt qaynamas ekan, olov yonsa ham o'sha kunlar yonmas ekan. Eng og'iri shu ekan, joylar qolar ekan, odamlar ketar ekan. Endi bahor kelsa ham, shamol ham boshqacha esadi, sumalak hidi kelmaydi, sumalak hidi, xotira hidi keladi xolos. Ba'zan tunda uyg'onib ketaman, go'yo hovlida yana olov yonib turganday, go'yo dadam ovozi eshitilayotgandek, go'yo kimdir kapkirni ber o'g'lim deb chaqirgandek. Ko'zimni ochsam jimlik. Shunda anglayman, men tosh izlamagan ekanman, men baxtni izlagan ekanman o'shanda. Va baxt o'sha kunlarda, o'sha tunlarda, dadam turgan o'sha joylarda bolaligim bilan birga qolib ketgan ekan.